Men shu apandi bilan Zotangning paranglashganligini anglab qoldim. Ular so'zda o burkut planini tilga oldi. O burkut planı? 鷹狩り計画ですか? Sen yana o'ylanib baq. Shu apandi o burkut planının tafsili mazmunini tilga oldimi yo'q? 主さんが鷹狩り計画について何か他に言ってませんでしたか? ないです。 Yo'q. Bo'ldi. Kesiling yaxshi bo'lgandan keyin men yana sening yordamingga muhtoj bo'laman. できることをするなら何でもやります。 Bor kuchim bilan yordamlashaman. Yaxshi Ramal. ではよく休んでください. Biz sirtdan aylanib kelaylik. Eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Sizning o'ylaganingіздek bo'ldi. Bu viruslarning o burkut plani bilan munosabati bor ekan. Burun o'ylagan edim. Lekin yana bir turkum mallarning borlig'ini o'ylab boqmabdi ekanman. Bayatdan men hisoblab ko'rdim. Agar jinniy bilan birli vaqtda mangan u mallar bir peshkanlikka uchirmasalar, bir haftaning oldida cho'ng-cho'ngga yetib borgan bo'ladi. Shu sababdan shu apandi bilan Zotangmo cho'ng-cho'ngga yetib borgan bo'lishi mumkin. Shu apandi bilan Zotangmo ikkinchi turkumdagi viruslarni elib berib qo'ygan bo'lishi mumkin. Vaqt bizni saqlab turmaydi. Tezlikda harakatlanishimiz kerak. Ayting, endi qanday qilamiz? Xo'jayinni tutib, izlab topamiz. Ha? Mundaqda. Tushundingizmi? Xotirjam bo'ling. Menga topshiring. Bugun kech tunda mehmonsarayga yana bir berib kelay. Johnsonni sizga topshirdim. Ha? Sarang bo'ldingizmi? Bu bek xatarlik. Ba'zi vaqtlarda xatarlik ishlar qilishda bakmi bexatar. Qarashqi ba'zi ishlar bexatar ko'ringani bilan ishiga nurg'un suiqasdlar yoshiringan. Hozir xo'jayin to'rt tarafdan mening izdirikimni qilyapti. Menimcha uzun o'tmayla o burkutining chingtang ekanligini biladi. O vaqtda bizga fursat kelgan bo'ladi. Buni obdan ko'rib oling. Bu nima? Bu bir baş telegramma. Mazmunni bir necha qatim ko'rib oling. Yodlab oling. Yodlab oldim. Atganda pochta telegraf idorasiga berib, mushu mazmunda telegramma vat etdim. Esingizda bo'lsin. O'zingizning ismini qo'llaning. Xotirjam bo'lib, menga topshiring. Mayli, men tayyorlik qilishim kerak. Mulozimatchi. Yota qolamsizlar. Yo'q, faqat sizdan so'rab baqayli degan. 2 kundan beri bu mehmonxonaga bir er bilan 2 ayol kishi tushdimi? Sizlar odamizdan tala? Shundoq. Mehmonning ismini bilamsiz? Erning familiyasi Chan, taxminan 40 necha yosh atrofida. Ayol kishining birisining familiyasi Lin, yana birisining Chao. Yoshlari 27-28 yoshlar atrofida. Biroz to'xtab turinglar.
Yo'q ekan. Siz bu 3 mehmonning bizni mehmonxonada turganligini aniq bilamsiz. Biz faqat so'rab boqayli degan. Ha, bir er bilan 2 ayolning tushgani yo'q. Biroq oldingi kuni kechda 2 er kishi bilan 3 ayol jami 5 odam tushdi. Yana bir kichik bolam bor. Ha, Rahmat. hech qisi yo'q. Mayli. Mulozimatchi. Ha? Siz aytgan 5 mehmonning ichida qisqa chashliq bo'yi egiz er kishi bormi? Ha, to'g'ri. Mushundaq bir mehmon bor. Ustiga uzun xurum chapan, gap qilishni ancha xolamaydigan, bir jup ko'zi nihoyat qo'rqinchli ekan. Ha, Yendiki ikki ayolning birisining bo'yi egiz, ko'zlari yo'g'an, chechini tugib olgan. Yana birisining bo'lsa, bo'yi pakarroq, ikkilisi ha, nihoyat shundoq. chiroyli. Bu 2 ayolni sohibchi bo'l desakmi arziydi. Nima? Ular sizlar izlamoqchi bo'lgan do'stlaringlarmi? To'g'ri. Bayatimni bir er kishi shularni izlab ketdi ekan. Ularning yo'qligini anglab, bir qop tamokini qoldirib ketdi. Ular qaysi yotoqda yotadi? Birinchi qavatning 6, 7, 8, 9 jami 4 yotoqda yotadi. Qiziqish, ular xili burunli chiqib ketgan. Hozirgacha qaytib kelgani yo'q. Ularning yotoqiga bizni boshlab bora olamsiz? Bu mehmon yotoqda yo'q. Qoida bo'yicha qalamqa yotoqni saqlamaydi. Avar qildigan bo'ldim. Ma'qul. Qani men bilan menglar. Ha, qani marhamat. To'g'ri. Bu Lenyushanning. Hozirla qaytib xo'jayinga doklat qilaylik. Xo'jayin, shu apandi bilan Zotan bexatar yibinga yetib keldi. Ular qayerda? Oldi tarafda yomon ko'zlar ko'p. Shunlarni keyin o'yliq o'yrlashtirdi. Nayt yaxshi. Qaraganda shu xun bilan Zotung ishlarni o'ngishli tugatgan o'xshaydi. Bir ko'rishib baqay. Bayatin sana degandek bo'lsin. Kim? Men Xo'jayin, keldingizmi? bu yoq. Ha, bu yoq. Zotan apandi bo'ling. Tunji qatim ko'rishimiz, otadarchilik qilasiz. Zotunji, bu yoq mening yaqin do'stim. Biz ba'zi ishlarni yolg'iz paranglashaylik degan. Siz qaytib aramilan. Ah, ma'qul. Qandaqra Xongbeng. Hamma ishlar o'ngishli bo'lgandi. Nahayt o'ngishliq. Mallarni o'rinlashtirib oldingizmi? Xotirjam bo'ling. Nahayt bexatar yerga o'rlashtirib qo'ydim. Xo'jayin, nima uchun bizni yibig'i yo'tkab kelishga buyruq tushadingiz? Planda o'zgarish bo'lib qoldimi ya? Sizlarni yibinga yo'tkab kelishda bir qancha sabab bor. Birinchi, ichimizda yoshirinib yotgan kompartiyaning jasusi 5-nomerli xabar yetkazuvchini tepib chiqish. Men burun bir necha rat sinaq etpagan bo'lsam-mu, o bir kutu planni o'rindash oldida uni tepib chiqishni o'ylashgan bo'lsam-mu, biroq natijada yanada mag'lub bo'ldim. Bu 5-nomerlik bizning oldimizdagi eng cho'ng qiyin o'tgan. U bizning oramizda bizning har vaqtlik harakatlarimizni kompartiyaga doklat qilib turdi. Uni tepib chiqmagicha keyindagi planlarni o'rindash hargiz mumkin emas. Mening bu qatimqi pavgalarni ishlatib, mallarni yo'tkab, barliq ishlarni maxfiy tutishimdagi sababmi 5-nomerlikning sezib qilishidan saqlanish uchun edi. Maqsadingizni tushundim. Qani o'tiring. Ha. Yana shopping bada yig'in zaldagi qasdab o'ltirishdan keyin Chongchangning ahvoli bakmo jiddiylashib qoldi. Mallarni yo'tkab kelish jarayonida cho'qim bir kelishmaslik yuz berishi muqarrar. Uchinchidan, pavgalar yo'tkab akagan malda biroz masala chiqib qoldi. Hozir malning qayerdaligini hech kim bilmaydi. Nima? Malning nerdaligini bilmaydi? Ularning xo'jayini Liu Tianlongning deyishicha, mal yibingning ichiga yo'shirliq ekan. Ular hozir malning izdirigini qilyotdi. Shunga bu taraflarni ko'p o'ylab, mushunda qaror keldim. Vaqtincha malni yibingga yo'tkab turish lozimligini tushunib yetdim. Hozircha yo'shirinib yetib, fursat kutaylik. Aslida mundaq keldi. Xo'jayin, agar bu mallar kompartiyaning quliga tushib qolsa,
oqibatni tasavvur qilmoq nihoyatda tez. To'g'ri, bu mallar bizning natija qozonish qozonmasligimizning halqiliq fursati. Yerning tagiga, osmonning ustiga chiqib kelsimi tep chiqishimiz kerak. Hozirgi ahvoldan qaraganda, pavgaga tayansak, bu ishlarni hal qilish mumkin emas. Qaraganda, o'zimiz qo'l tiqmasak bo'lmagadek. Xo'jayin, mal bir tarafı, yana odammi bor. 731-qismning Dasong Wuwan Shanbin va Tianjunglar tunugun Chongqingga yetib keldi. Agar ularning salohiyati diqqatsizlikdan oshkorlanib qilib, kompartiyaning qo'liga tushib qolsa, u chaqda cho'ng ishlar yo'q chiqadi. Mana bu mening eng ansiraydigan ishim. Xongbeng, meningcha mundaq bo'lsin. Atat deganda siz paraxot bilan Chongqingga qaytib berib, u 4 kishi bilan aloqalashing. Ondan keyin ularni Shoppingbada o'ttir ko'chasidagi Shanxi choyxonasiga boshlab opiring. Choyxonaning xo'jayini sizlarni o'rinlashtirishga mas'ul bo'ladi. Sizlar shu yerda turib, mening xabarimni kutinglar. Xo'p, Hozirgi eng muhim ish yutib ketgan mallarni tez sur'atda tepib chiqish. 3 kun bo'ldi. Kecha uzun, tushmi ko'p. kira. Limuavin qo'mondan. Xo'jayin yo'qmi? Men mo boyli qaytib keldim. Direktorning deyishicha ish bajargili chiqib ketibdi. Ha, shaharning janubini bir oyinlab, butun mehmonxonalardan so'rab chiqdim. Biroq natijada yanini topolmadim. Sizlarchi? Biz shaharning shimoliy qismidagi cho'ng kichik mehmon saroyini aylanib chiqib, oxiri uning derigini topa oldik. Ha, rostmi? Ular nima turib yotibdi? Tongda mehmon saroyiga tushibdi. Jazmlashtira olamsiz? Jazmlashtira olayman. Ular yotoqda yo'q ekan. Mulozimatchining deyishicha, ular atdigan chiqib ketib, toki hozirgacha qaytib kelmabdi. Shu sababdan men mulozimatchiga orqa eshik qilib, Lin Yushanning yotoq uyini ochqizdim. Ustal ustida uning somkasini ko'rdim. Bak yaxshi bo'ldi. Lekin g'alati his qilganlarimiz Lin Yushan, Zhou Yacheng, Changtangdan boshqa yana bir ayol, bir er kishi, yana bir kichik bola bor ekan. Mulozimatchi shunday dedi. Bir er, bir ayol, yana bir kichik bola. Qaraganda xo'jayinning ansirgini to'g'rida qiladi. Bu Changtang zodi nima o'yin o'ynayotgandi? Hay. Xo'jayin hozirgacha nima ish qaytib kelmaydi. Shu emasmi? Bir ish yuz bermagandi, ha? Xo'jayin, Qandaqroq Rushan? Xo'jayin, Shar. Tekshirdinglarmi? tekshirib chiqdik. Ular shaharning shimolidagi Tongda mehmon saroyiga tushibdi. Tongda mehmon saroyi? Nim bo'ldi? Xo'jayin, siz bilamdingiz? Yo'q. Yo'q. Shar. Changtang bilan birga turib-atgan yana kimlar bor ekan? Zhou Yacheng, Lin Yushandan boshqa bir er bilan bir ayol kishi, yana 6 yoshlar chamasidagi bir kichik bola bor ekan. Aslida shu kanda. Shu kanda. Bu xo'jayin. Siz kimni deysiz? Meningcha, men bu mayor general bilan ko'rishsam bo'g'idek. Qaytib keldingizmi? Bir rasmini izlab keldimmi? Bak. Bugun kech ikki odam sizni izlab keldi. Soat 10larda bir efendim kelib, sizning yo'qligingizni bilib, u bir qop tamogini qoldirib qo'yib ketdi. Tamakchi. Mana. Yana birisi-chi. Bir er ayol bir necha yil savol so'rab ketib qoldi. Bo'ladi, rahmat Hech sana. qisi yo'q. Mayli. Sen bu yerda saqlab tur. Men hozirlik berib xo'jayimga doklad qilay. Tez qaytib kel. U yerda uzun turmasligi mumkin.
Shu arada. Qandaqaroq? U tex ichida. Limovin qo'mondan. U dex ishchilikka kiramdoq. Uning chiqishini saqlaydi. U chiqdi. Uning agash. U qochdi. Tez, uni qo'g'la. Yo'qolib ketdi-ku. Chiroqni yondir. U keynimizniki. Mashina eshigini ochib, qo'linglarni egizib ko'taringlar. Mashinani asta tushinglar. Sizlar kimsizlar bu? Cho'ng qo'mondan. Xato tushunib qolma. Bizning yomon g'arizimiz yo'q. Undaqda yaxshi ko'ngillarni aytib beqinglar. Xo'jayin, siz bilan ko'rishmoqchi. Demakchi bu buni Taybayshandagi en shunjaymi? Albatta undaq emas. Cho'ng qo'mondan. Bizga ishina. Bizning yomon g'arizimiz yo'q. Undaqda sizlar men xo'jayin sen bilan ko'rishmoqchi deb xabar yetkazib qo'yishing keldinglarmi? Ha, to'g'ri dedingiz. Moshundaq o'g'irlikchi mo'kishmak o'ynashning hojati bormi? Biz Cho'ng qo'mondanni cho'chitib qo'ymaylik degan edik. Bu yaxshi ko'ngillarni qabul qilish haqiqatan tas. Lekin baxtinglarga yarasha men odam o'ldirishni yaxshi ko'rmaydigan odam. Bu sizlar alliburun jasadga aylanib ketgan bo'ladinglar. Cho'ng qo'mondan. Bizning siz bilan dushmanlashganimiz yo'q. Bu tarafini Mo'ydar boshlig'i telegrammasini aytib o'chiqib ketdi. Shu sababdan endi bizning gumonlanmasingizmi bo'ladi? Xo'jayin qayerda? Cho'ng qo'mondan, mashinaga marhamat. Biz sizni boshlab boramiz. Men uning bilan ko'rishay deb turgan. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.jsalkin.com. Enim. Juntonning eng yosh generali Mo'ydar boshlig'ining shanchilik odami qotillar piri Changtong enim. Men do'tlik qilib, nomingizni bilmay yuribdiman. Bu tunish bo'lgan sigaretning purug'ini purmug'li uzun bo'pti. Esingizdamikan?
Biz aldın qatim qanlıq jang bilan oxirlashtirgan. Yan birodar, men bilan ikkinchi qatim ko'rishingiz pek tasga tushdi jimo. Nədikini? Burun qışlarda mən kəməqil bilən artıqca ehtiyat qılıb getibdiman. Muamelemiz yaxşı bolmadı. Şuna enimdən kechirim so'rayman. Ma idora boshlig'ining degani to'g'ri. Ikkimiz Gomindang partiyasining yuzini qilib, butun kuchimiz bilan davlatni asliga keltirish uchun tirishishimiz kerak. Burunqi o'xshashmasliklarni endi tilga ilishimizning hojati yo'q. Yaxshi. Enimiz rastilla bilimdor ekansiz. Kamina buni qayil bo'ldi. Nədikini? Aşırı vətdəniz. Bo'ladi, biz mangash paranglashaylik. Qani. Changani, aslida ikkimiz ana shunchayda ko'rishishga deyishib qo'ygan. Bilmadim, qanday ishlar kechiktirib qo'ydi ekan. Yan birodarimiz en shuncha turmay Yebinga qaytib ketdi. Bir necha kunning oldida Xunshar Linshanning qoldirib qo'ygan xatini topshirib olibdi ekan. Onishimcha avarchilik uchrabsizlar. Men sizlarning bexatarliginglardan ansirab, albatta bu yerga qaytib kelib sizlarni kutib oldim. Aqlliq odam gapni agitib o'ltirmaydi. Yan birodarning Yebinga kelishi meningcha meni qarshilash uchun emas, qo deyman. O malla enimizning qo'lida. Shundaqmi? Shundaq. Bilmadim, enimiz o mallani egiziga qaytirib beramdi yo'q. Biz degan bir oila kishilari, yan birodar bu jihat xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Darvaqa enimiz bilimdor odam ekan. Kamina sizga rahmat aytadi. Siz Bogularning qo'lidan malni ilib, Gomindang partiyasi uchun cho'q xizmat ko'rsatdingiz. Ben Mavidara boshlig'iga telegraf avatib sizni tartiqlashni aytaman. Tartiqlashning hojati yo'q. Yan birodar, chingtang ish qilsa, noit pokiz qiladi. Yuqori qandaqli buyruq topshirsin, faqat Gomindangning manfaatiga uyg'unli bo'ladi ekan. Men har qancha xatarlik ish bo'lgan taqdirdami, butun kuchim bilan o'rinlashga tayyor. Akimizning qo'lasizliklari meni qo'llab o'ltirmoqchi bo'lsa-mu, men yanıla Lin Yushan, Jayochim bilan birlashib, Shopping Bada yig'in zalidagi qasab o'ltirish planini muvaffaqiyatli oyoqlashtirdim. Chang'aynamizning ulug' jasoratiga kamina qoyil bo'lmay turolmayman. Ham xijil bo'lyapman. Mening bu ishlarni ta'kidlashim, burun ishlarni ko'chilash emas. Men sizga bir tarafini eskartib qo'yish uchun demoqchiman. Men xatarga tavakkul qilishdan qo'rqib qolmayman. Ya'ni jinimdimmi voz kechalayman. Biroq men hech bo'lmaganda menga ishindigan odam uchun jinimni taqdim qilishim kerak. Mening eng ochchig'im keladigan ish boshqalarning keynimdan suiqasd qilalishi. Ine sizga rost gapni qilsam, Shopping Bada yig'in zalidagi ishdan avval men rostilla sizda gumonlangan edim. Shu sababdan o'ttirimizda o'xshashmasliklar yuz berdi. Biroq ish yuz bergandan keyin mening gumonlarim talto'kis yo'q chiqdi. Bo'lmasa o'zim tashabbuskorlik bilan Mavidara boshlig'iga o'z xatoligimni ustim kelib xat yozib, uning o'tirg'i chiqib bizni hamkorlashtirishni aytamdim. Chang'ani ortiqcha o'ylab ketibsiz. Shundaqmi? Undaqda men so'rab baqay. Mav idora boshlig'i meni o burkiti planini ko'zitish uchun avatgan turg'liq, toki hozirgacha men o burkiti planining mazmunining nima ekanligini bilmayman. Bu tarafini qanday tushunsam bo'la? Ine bizda hamdala ishonch turg'izildi. Shundaqmi? Xotirjam bo'ling. Vaqti kelganda hamma ishlarni sizga aytib beraman. O chaqda sizdek bir marganning yordamiga nihoyat muhtoj bo'lamiz. Hamda ishonch turg'izdik. Nihoyat yaxshi dedingiz. Undaqda bir-birimizga ishonch turg'izgankanmiz. Yan birodar, hech bo'lmaganda u mallarning zodi nima ekanligini menga deb berasiz? O odatga to'g'ri. Pensilin degandek to'g'rila. Bo'ldi enim. Siz malni menga topshirib bersangiz bo'ldi. Qog'inda siz xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Yan birodar, men sizga bakmi ishonatdim. Sizning menga ishonishingizni umid qilaman.
Bundaq yalğan yavdaq gaplar bilan meni aldayman deb o'ylamang. Hay. Enim, bu gapni qandoqmi deyishga petindingiz? Sizdan yana bir qatim so'rab baqay. U mollar zodi qandoq narsa? Ben bunu deb bo'ldim. Mana ishini. Qaraganda ikkimiz o'tirisida texi ishonch mavjud emas ekan. Bo'ladi. Siz deyishni xohlamagan ekansiz. Undaqda men deb beray. U mollar hargizmi pensilin emas. Balki Yaponiyaning 731-qismi tadqiq qilib yasab chiqqan xolera virusi. Ha? Siz Men qandoq bildim? To'g'rimi? Men texi malni yo'tkab aklashga mas'ul bo'lgan odam Johnson Yelangning 731-qismdagi 2-numurliq virusni tadqiq qilish xodimi ekanligini bilaman. Faqat ular emas, ya'ni Zotin tadqiqot bo'limidagi Dasung Pingbalang, to'g'ri yasug'uchi Uwenshan va Sanbin Yangsi, yana ishiltishga mas'ul xodim Tianjung Chen Arlang. Mana bu 6 xodim, ya'ni 2-numurliq virusni tadqiq qilish bo'limining xodimi. Urushdan keyin qo'lga olinib, uzun o'tmay siz ularni turmadan qo'yib berib, mallarni Changchundan Chongchungga yo'tkashga yolg'ib oldingiz. Deganlar to'g'rimi? qaraganda hammani bilib bo'psiz. Johnson sizga degan o'xshamamdi. To'g'ri. Aslida bularning hammasini siz menga deb berishingiz kerak edi. Lekin to'liq afsus, men sizning og'zingizdan faqat yolg'on gaplarni angladim. Siz nima ish qilasiz ahvolni bilmoqchi bo'lasiz. Bu mallar Obrukti plani bilan chetishliq. Mavidara boshlig'i o'zi meni Obrukti planiga yetakchilik qilishga belgilagan tursa, ajiba buni bilsam bo'lmamdiki? Bu mallarning Obrukti plani bilan munosabatli ekanligini sizga kim aytdi? Buni bilishingizni hojat yo'q. Men o'z ko'zim bilan xolera bilan yuqumlangan bemorlarni ko'rdim. Bir kechida butun badani yiringdab ketibdi. Bu nima degan vahshiylik? Yan birodar, kompartiyaga hujum qilishni men ishga qo'llab quvvatlayman. Men Shopping bada yig'in zaldagi qaslab odam o'ltirish, Obrukti birinchi planiga o'zim qatnashib, bu ishni muvaffaqiyatli oyoqlashtirdim. Biroq faqat o'ylab boqmabdi ekanman. Siz bundaq rahimsiz bir planni o'ylab chiqibsiz. O'ylab baqdingizmi? Chongqing shahrida Juntoning 3000 dan ortiq alohida jasuslar yoshirinib yotadi. Agar bu virus tarqalib ketsa, ular qanday qiladi? Bu o'z qarindoshlarimizni nobud qilish emasmi? Johnsonning aytishicha, o'z vaqtida Yaponiya armiyasi sharq-shimol urush rayonida buni ishiltib yiqibdi ekan. Bizning Jungo xalqidan 400 mingdan ortiq odam qazo qilibdi ekan. To'g'ri, kompartiya bizning dushmanimiz. Biroq ular yanada jungoliq. Bundaq zaharlik virus orqali o'z qarindoshlarimizni taqabul turamdiq. Bundaq qilish Yapon alvaslaridan bakrak zaharxandlik qilganlik emasmi? Changta, siz kompartiya uchun so'zlayapsiz. Bu bir taslimnoma. Necha gap bilallah, dushmanga taslim bo'lgan bo'lamdim. Undaqda necha millionlagan odamlarning yo'qolinib o'lishi nimani tushundirdi? Millatning munofiqi. Sen Mav idora boshlig'iga telegramma aytaman. Bu qarnitingizni ichib tashlayman. bo'ldi. Bunda quruq talash tortishlar qilmaydi. Planni amalga oshiramdiq yo'q. Yana muzokiralasak bo'ladi. Biroq u mallar nihoyat tezla qo'lim qaytib kelishi kerak. Bo'lmasa, kompartiya sezib qolsa, o'chaqda ishlarni yig'ishtirishga amalsiz qolamiz. Malni topshirsam bo'ladi. Biroq men ikki shartim bor. Qanida? Birinchi, siz Liu Tianlongga hozirli odam evatsiz. U Jin Biao, Jin Yu va Ruchanlarni qo'yib bersin. Erta degan soat 10da
men Baohua ko'chasida ularni kutaman. Bo'ladi. Ikkinchi, biz maslahatlashib bo'lgandan keyin cho'qim mavi idora boshliqqa telegram avatsiz. U tasdiqlash kerak. Bo'ladi. Qo'shildi. Atga soat 6da men mallarni bu yerga kelib kelaman. Men sizga qanday ishensam bo'ladi? Boshqa tanlash yo'lingiz bormi? Ma'qul. Gapingizni turishingizni umid qilaman. Bu dal sizga demoqchi bo'lganlarim. Atga soat 6da jon tandimonni topshirsiz. Gapimiz gap. Japoniq urushni boshdan kechirib, issiqqini va hayotiy badliga kelgan sirliq ov burkut planining bir tarafi oxiri oshkorlandi. Ammo Yan Shuangying buningdan hargizmu hayajonlanmadi. Hatto bir ozmu xushallik his qilmadi. Bu qo'rqinchli plan Iroqdan kelayotgan qariqishning sovuq shamilidek uni shirkandiratdi va azoblaydi. U oldidagi qo'rqinchlarni sezgandek bo'ldi. Hatto o'zining g'olib kelalishini mutaxi bilmaydi. Shu sababdan u Chongqingni sansizlagan armiya xalq hayotining xatar ichida qolganligini o'yladi. Uning endi chekinish yo'li yo'q edi. Mushiya shu. Ha. Rahmat. Qani, siz yana boshqa yerga boramsiz? Bu yerda meni saqlab tur. Ha, ma'qul, ma'qul. İşinizni qilavering. Saqlab turay. Yo'ldosh, men Chongqingga telegraf avatay degandim. Birinchi qurg'a telegraf mazmuni, ism familiyangizni, ostidagi qurg'a topshirib og'uchining adresi bilan ism familiyasini to'liq yozing. Rahmat. Yo'ldosh, kechiring. Boya yozgan telegrafga bir necha so'zni yozishni unutib qolibman. Telegraf qog'ozni men qaytarib bersangiz bo'pti-ku. Boyatinqi sizmi? Shunda. Nima bo'ldi? O'xshamaydi ekansiz. Buning nimasi tas? Mening ismim Joyatchin. Qarab yiqma, to'g'rimi? Mal yebingda. Tez birodarlarni boshlab malni ep ketinglar. Malning yushirilgan o'rni Yebing shahar sirtidagi Lojang kentidagi Konus klubda. Ay, sizga nima bo'ldi? Hech nima. Eng nodir, eng yangi, suzuklik yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.jjsalkin.com. Yo'ldosh, telegrafni avatmaydigan bo'ldim. Rahmat. Ay, pulingizni eviling. Ay. Ro'chani hozir qanday bo'lib ketganligini tex bilmaymiz. Bir bechora bola Chang familiyaning oldin xaltasiga tushib ketdi. Yana texi ustozim kelib qutqizdi deydi. Tunugun kashli o'tganlon etdi. Bugun eng oxirgi chek. Agar yana molni izlayotgani deb pamizak,
ular Ro'chani o'ldirib yutadi. Yo'q xonim, siz malning nega yushirib qo'yganligini bilamsiz yo'q. Ish bu darajaga yetganda Ro'chani qutqizish muhim. Чың фамилик малның орнын өткіп етіпті. Мен малның қаядылығын нәдім білей. Яны келіп білсем му, улағы әргіз айтып бәмеймін. Әгер ула малға иге болсыла, шу zaman bizni o'ltirib yetadi. To'g'ri. Gapingizning asosi bor. Men buni o'ylab boqmabman. Faqat Ro'cha jafo tortilgan bo'ldi. Ro'cha! Ruchang! Amma, Ruchang! Qandaq jiyi, o'ylashib bo'ldingmi? Sen avval Ruchangni qo'yib bə. Ondan so'ng aytib beraman. O'zing uchun meni do'tchaqlab qoldingmi? Sening yolg'on so'zingga men ishinamdim. Men yana bir qitim so'ray. Mani nega yushirding? Bir net sanduq mol uchun jiyaningning jinidan voz kecharsan? Undaq bo'lgandikin, mendan og'rinib yurma. Ruchang! Ro'cha! Ruchang, ma! Ruchang, amma! Amma! Esingda bo'lsin. Men sizlarni hargiz bosh qo'yatmayman. Bu qanday ish bo'lib ketdi? Qarab turing. Biz shundaq mansaqla. Ular keynimizdan o'q chiqirdi. Agar u bizni o'ldirmoqchi bo'lsa, nima uchun boyatdan o'ylidilib qolsamaydi? Buningda cho'qim bir o'yin bor. Ustoz keldi. Bo'ldi qila. Ustozingni unutib ket. Agar u hozir kelsa, o'z vaqtida bizni doktorxona tashlab qo'yib ketmagan bo'ladi. Boshqalarga ishonish kerak. Ustoz! Chilqa. Ro'cha, sana bir şey olmagandı. Aşu kichik balchilikmi bo'lamadingiz? Mening keldiganligimni o'ylab boqmadinglarmi? Biz sizni texi Sizlar texi meni xoinlik qildi deb o'yladinglar. Sizlardan og'rinib yurmayman. Men bo'lgan bo'lsam shunday o'ylagan bo'lardim. Chang aka, meni kechiring. Sizlar bilan baslashsam, Ro'chang azaldan mendan gumonlanib boqmadi. Shundaq. U izchil sizning qaytib kelib bizni qutqizishingizga ishondi. Biroq men ishonmadim. To'g'ri dedingiz. Men bir kichik bolachilikmi bo'lolmadim. At uzun yo'lda sinilar, odam uzoq yo'lda konular buni nihoyat to'g'ri aytibdi. Ishonch o'zaro bo'ladi. U vaqtning o'tishiga ergishib, asta-asta paydo bo'ladi. Chang aka, buningdan keyin gapingizni anglayman. Amaliyotda sizlarning gumoninglarmi xato emas. Bizga rostla boshqalar xoinlik qildi. Ha? So'zlab kelsak gap to'la. Avval bu yerdan ketaylik. Mayli.